poraxo'rlik qilgan odamni siz kechira olasizmi? U poraxo'rlikni bilmasdan qilmagan-ku. Kecha bir ko'rsatuvda yaxshi gap bo'ldi. Porani beradi ishini bitish uchun. Lekin porani oladi. Porani oladi u. Nima ekanligini bilib oladi-ku. Shaxsan meni o'zim bitta fandan 5 baho qo'yish uchun bitta mashinani pulini olgan odamlarni bilaman. Lekin bilasizmi, o'sha mashinani olgan odam harom pul olgani uchun bolalariga uradi. Ushbu ayolning chiroyli so'zlari televideniyada majburiy saboq bo'lish uchun gapiriladigan so'zlar hisoblanadi. Aslida siz bilan biz hayotda ko'rib yotibmiz-ku. Poraxo'rlarda nevaralarigadir it yalag'i tilla bo'lib yotibdi. Lavozimlardan ham olinmaydi ular. O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga.